keyframe'larni qayerdan topsa bo'ladi? Katta ko'pchilik bilmaydi. Masalan, Kursimizga yozilish uchun pastdagi havola orqali bizga ro'yxatdan o'tadigan joyi kerakmi? Xo'p, keyframe o'z ochdi qayerda? Bitta ko'ryapsizlar, plyus bor. Agar har bittasiga bosib o'tirmanglar, shu eng birinchisini bossanglar yetadi. Bossanglar уже mana qolganlariga ham plyus bo'ldi. ro'yxatdan o'ting. Masalan, sizlarga necha sekunddan keyin yaqinlashish kerak, u sizlarning ishinglar. Masalan, bu yoqni o'zidan yaqinlashtirsanglar bo'ladi. Plyus shuncha foiz. Sal x gradusda 100 qilaylik. 100. ro'yxatdan o'ting. Ko'rkamizlar sekin bo'lyapti. Bir tekisda bizga lekin unaqa emas, smooth yaxshiroq kerak. Bizda krivaya degan narsalar ko'rinmaydi. Buni qanaqa chiqarsa bo'ladi? Bizda garaj klavishlarini alt bilan K ni bosamiz, ya'ni keyframe. Ko'rgan bo'lsangiz, ikkita nuqtamiz turibdi. Hozir mana buni bosib turib, bosmoqchi bo'lsam, ishlamaydi bu narsalar. Chunki biz tanlab qo'yishimiz kerak. Qaysiga tezlik berishimiz kerak. Mishkani bo'sh joyiga olib borib, bosib, ikkita nuqtamizni tanlaymiz. Unda krivayani ustiga bosamiz. Mana bizda chiqdi endi. Qaysi bir bizga bu kerak? ro'yxatdan o'ting. Sekin yaqinlashish kerak. Bizga ko'proq bu tushadi. Endi ko'rgan bo'lsanglar yaqinlashdi, lekin havola orqali ro'yxatdan o'ting. yaqinlashish yaxshi. Shuni yaqinlashyapti, burilishi sekinlashyapti. Bunga nisbatan yaxshi emas. Endi bu burilishni qayerdan topamiz? Xo'p, mana biz x o'qiga burganmiz. Ya'ni bizga x o'qi kerak. Y ga burmaganimiz uchun tekis turibdi. Aylantirmaganimiz uchun ham tekis turibdi. Bizga shu faqat hozircha x o'qi kerak. X o'qiga ham xuddi shunaqa narsa beramiz. Bosamiz krivaya, buni tanlab qo'yamiz, bo'ldi. Alt K yana bitta bossa, уже pastga tushib ketadi. Bitta ko'ramiz. Havola orqali ro'yxatdan o'ting. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Endi yana bitta narsa, CapCut telefon versiyasida yo'q bu narsa. Agarda buni ushlab turib, keyframe biz yaqinroq yoki uzoqroq qilsak bo'ladi. Yaqinroq orqali ro'yxatdan o'ting. Yaqin bo'lsa qanaqa? Uzoqroq qildim. orqali ro'yxatdan o'ting. Ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni ikkita keyframe berib, keyin uni qanchalik yaqin uzoq qilishingizni o'zingizlar to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Shu agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, agar o'ng qo'lda bosasizlar, mishkani o'ng tomonini, o'ng qo'lni birinchi videomizni tanlab olamiz, mishkani o'ng tomonini bosamiz. Xo'p, bu yoqda mana bizda tayyor Alt K garaj klavishini ham ko'rsatib qo'ygan, shuni ustiga bossak ham chiqadi. Yana bitta bossak, уже yo'qolib ketadi. Hozir shu charchamanglar.